Erkak kishi istalgan bir biznes boshlaganda biznesi bittada gullab ketadigan oltin va hech qachon buzilmaydigan qoidani aytaman. Erkak kishi kun davomida ayolini 3 marta, 5 marta quchoqlab, bag'riga bosib, SMS yozib tursa, onasi men seni yaxshi ko'raman, yaxshiyam borsan, nima qilsan, ovqatlanding desa bo'ldi. Nimaga? Chunki har qanday ayolni xotirjamligi, sokinligi erkakning barakasi hisoblanadi. Qaysi erkakni ko'rgansiz, oilasida muammosi bor erkakning ishlar yurishib ketganligini? U ishga boradi, uydagi muammoni o'ylab o'tiraveradi. Ya'ni fokusni bera olmaydi ishiga. Agar ayol xotirjam bo'lsa, ya'ni har gal uni er quchoqlagan, SMS yozganda, ayolda xotirjamlik, sakinat, ayollik gormonlari zo'r ishlaydi. Ayollik gormonlari zo'r ishlagan sokin ayol hech qachon qaynonasiga gap qaytarmaydi, farzandlariga baqirmaydi va erishdan kelganda kulib kutib oladi. Demak, qarang, bitta oltin qoida, oddiy va tepa-tekin qoida. Erkak kishi ayolga bo'lgan e'tibori, ayol kishining energiyasi erining barakasiga. Erkakka e'tibori ayol esa xotirjamligi sabab bo'lar ekan. Bu juda ham oddiy. O'sha uchun bu garmoniya deyiladi.